Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda hafta bozordagi, umuman olganda Beruniydagi desek ham bo'ladi, eng arzon bo'lgan kiyim do'konlaridan birisi. Ya'ni ko'rib turganingizda el bozorga keldik va baholar bemalol sizni eldan aytalaman hayron qoldiradi. Ichkariga kirib turib baholarni bilamiz hozir. Bulancha so'mdan shortiklar. Shortiklarimiz 20 ming so'm bo'ldi, katta shortiklar. Trikolarni? Trikolarım arkasında 25 ming so'mdan. Shortiklar 20 ming so'mdan, 20 ming so'mdan xohlaganingiz. Buni ham kelib turib, Murskoy, shu o'zimizning yoshimizdan nechaga bo'ladi buning razmeri? Razmeri 60'dan 64'e bo'ladi. Ulug'lagan bar polni. 54'lar ham bor, hamma razmerlari bor. 20 ming so'mga. 20 ming. 25 ming so'mga trikoni olsangiz bo'ladi. 25 ming so'm. 25 ming so'm, ertaga 25 ming, 50 ming so'mga ikki triko olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, ana yoqda dvoykalar turibdi. Dvoykalar necha so'mdan? Dvoykalar ham ko'ramiz yana. Qarang, dvoykalar 90 ming so'm bo'ldi. 90 ming so'mdan osti-usti. Osti-usti 90 ming so'mga osti-usti bo'lgan dvoyka danasi sizga 45 ming so'mdan tushadi. Osti-usti trikosi bilan birgalikda ertaga 90 ming so'm. Bu yoq tarafdagilar, bular ham 90 ming so'm. 90 ming so'm. Undan tashqari, bu yoqda bu pol zamoklar necha so'm yag'allari? Bular 100 ming so'm bo'ldi, zamokli yakasi bor. 100 ming so'mga mana shu dvoykani olishingiz mumkin. Yengilgina, hech qanday terlatmaydi, havolanib turadi. Materiallarni o'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Bo'p-bo'sh. Ertaga 100 ming so'm evaziga xarid etishingiz mumkin. Har videoda quri erkaklarning kiyimlaridan emas, bu do'kondan ayollar uchun ham, bolalar uchun ham, erkaklar uchun ham barcha turdagi kiyimlar topishingiz mumkin. Bu dvoykani necha so'mdan deb o'ylaysiz? Taxminingizni komment qilib qoldiring. Necha so'm? Dvoykamiz 45 ming so'm, razmerlari bor. 45 ming so'mdan ayollar uchun shunday dvoykalarni xarid etishingiz mumkin. Razmer nechadan nechaga bo'ladi? Razmeri 48 dan 52 razmerlari bo'ladi. Bu yerda ko'rib turgan barchasi shunday bahodan, to'g'rimi? Bular ham 45 ming so'm, bular ham 45 ming so'm, bular ham. Barchasini ertaga 45 ming so'mga xarid etishingiz mumkin. Nerda bor bunday baho? Hozirgi vaqtda yosh ayol qizlarimiz o'rtasida trendda bo'lib turgan sakuralardan bir yerdan topishingiz mumkin. Bularning bahosi necha so'm osti-usti? Sakuralarni 100 ming so'mdan qo'ydik. Triko xili bor, keyin shortikli varianti bor buni. Ikki turi bor. Ikkisi ham 100 ming so'mdan dvoykalarimiz. Trikolisam, shortiklisam 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. 100 ming so'mdan sakura dvoykalardan bu yerdan xarid etishingiz mumkin. Bu yerning manzilini yaxshilab tushuntirib eslatib o'tib ketamiz. Bu yoq tarafimizda sport shkolning to'g'risindagi asfalt ko'cha. Shu asfalt ko'chadan borsangiz, bozorning orqa darvozasidan olib chiqadi. Orqa darvozadan keladigan bo'lsangiz, ko'chaning bu yoq boshida bo'ladi. Sport maktabidan kelsangiz, shunday ko'chaga kirganingizda chap qo'lingizda el bozor do'koni bo'ladi. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Videoni hozirning o'zida maksimal darajada barcha yaqinlaringizga, tanishlaringizga berib qo'ying, sababi bunday baho har kun ham hamma joydan ham to'g'rilavermaydi. Shuning uchun tez kelib turib olishga ulgurib qoling. O'z razmeringiz va siz xohlagan narsalarning barchasi shu yerda kutib turibdi sizni va yana bir marta aytib o'taman, bunday baho boshqa joyda yo'q.